mehmonxona, tibbiyot klinikasi, biznes maktab, restoranlar, ishlab chiqarish maydonlari va logistika kompleksi joylashgan. Loyiha doirasida 3000 ga yaqin ish o'rni yaratilishi, yillik eksport hajmi 1,2 milliard dollarga yetkazilishi hamda har yili 1,4 million nafargacha tashrif buyuruvchilar jalb qilinishi ko'zda tutilgan. Ayritom faoliyati yo'lga qo'yilgandan beri bu yerga 740 mingdan ortiq kishi, shu jumladan 400 ming afg'on fuqarolar tashrif buyurgan. Eng katta talab albatta mehmonxona va tibbiy xizmatlarga to'g'ri keldi. Ayritom savdo zonasi orqali Afg'onistonga umumiy qiymati 187 million dollar tovar va mahsulotlar eksport qilindi. Erkin savdo zonasi afg'on fuqarolariga vizasiz tashrif buyurish imkonini beradi. Transchegaraviy savdoni faollashtiradi va ikki davlat o'rtasida iqtisodiy aloqalarni kengaytirishga xizmat qiladi. O'rganishlar davomida Ayritom savdo zonasida faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlar o'rtasida so'rovnoma ham o'tkazildi. Respondentlarning 70% dan ortig'i Ayritom savdo markazi faoliyati boshlangandan beri shu yerda savdo qilib kelishayotganini ta'kidlashgan. Biznes subyektlarining 67% uchun yillik savdo hajmi 1 milliard so'mdan oshmayapti. Deyarli 3dan 1 qismida esa yillik 3-5 milliard so'm oralig'ida bo'lgan. 1000 dan ortiq mahalliy aholi hamda taxminan 140 nafar afg'on fuqarosi ish bilan ta'minlanyapti. O'tkazilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, xaridorlarning katta qismi savdo markaziga asosan oziq-ovqat mahsulotlari xarid qilish maqsadida tashrif buyurishgan. Qariyb yarmi esa, ya'ni 48% bu yerdan kiyim-kechak sotib olishini, 38% respondentlar esa maishiy texnika, yana 14% respondentlar esa farmatsevtika mahsulotlarini xarid qilish uchun tashrif buyurishganini bildirishgan. Shu bilan birga respondentlarning katta qismi Ayritomdagi tovar va xizmatlar narxlari boshqa bozorlarga nisbatan biroz arzonroq ekanligini ham ta'kidlab o'tishgan.